Voy, bu yerdan ketish kerak. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Voy, koma. Bu yerda nima qilyapsan? Men bu yerda nimalar borligini faqat tekshirmoqchi edim. Sen o'zi bu yerda bo'lmasliging kerak edi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Menga tushuntirib ber. Men o'zi seni o'ldirishim kerak edi, lekin yaxshi, yur tushuntirib beraman tepada. Mayli. Menga tushuntirib ber. Koma, to'xtab tur. Tezroq kelaver. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Ani chiqib. Bu yerda nima bo'lyapti? Tushuntirib ber. Xullas, aslida bu maxluq meni og'aynim va u ham jitel bo'lgan, yaqin og'aynilarimdan biri. Unga ba'zi jitellar nima desam bo'ladi, tajriba o'tkazib maxluqqa aylantirib qo'yishdi va men bu maxluq og'aynimni yerto'lamda saqlayapman va hech kim bilmasligi kerak. Shuning uchun har kechasi jitellar yo'qolyapti. Sababi men u jitellarni o'sha maxluqqa yediryapman, ya'ni og'aynimga. Xullas, mana shu gaplar. Sen bilyapsan qancha jitillar o'lib ketyapti shu maxluq endi. Yo'q, men hamma maxluq emas, faqat o'sha uni aylantirgan maxluqlarni o'ldirmoqchiman. Mayli, men keta qolay bo'lmasa. Yaxshi bor, faqat hech kim bilmasin. Hop, mayli, xayr. Do'stlar, nima bo'lyapti? Men miyamga sig'dira olmayapman bu narsani. Nima qilsam men endi? Mayli, uyimga bora qolay-chi. Shuncha narsalar, shuncha narsalar. Uyimga kira qolay-chi. Endi uxlash kerak, mizg'ib olish kerak hozir shuncha narsadan keyin. Mayli. Sen nima qarab turibsan? Yo'qol uyingga. Uxlab qolay-chi. Hoy. Nima bo'lyapti? Blokman, tezroq yur, shisha singanday bo'ldi yerto'lamda. Nima? Maxluq chiqib ketdimi deyman, tezroq. Sen qani bu narsa yo'l qo'yishi mumkin? Nima bu yoqlarda yuribsan? Men seni chaqirmoqchi edim shunchaki. U lekin chiqib ketishi mumkin emas edi. U zirhli shisha edi. To'xta, hozir kelyapman. Tur meni. Tezroq bu. Qani tezroq bo'lish kerak. Nima bo'ldi ekan bu maxluq joyidami? Yo'q. Voy, shisha, u sinibdi. Maxluq qani? U qayerga ketishi mumkin? U sindirish mumkin emas edi. Qanday unday kuchli bo'lib ketdi? Qayerga ketyapsan? U yana bir boradigan yana bir joy bor. U ham kattaroq joy. Bu yerga u sig'maydi. Qayerda u? Orqamdan yur, kuzatamiz. Hozir to'xtab tur. Tezroq kel. Qayerga ketishi mumkin, do'stlar? Mayli, nima bo'lgan bo'lsa. Ketdik. Qanaqa joyda bu yoq? Voy, bu yerda maxluq kim? O'sha maxluqmi? Yashirin. Voy, bu yerda nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Nima bu? Bu maxluq shu yerda. Ketish kerak. Shu yerda turibdi. Qachon ketgan bu maxluq endi? Qachon ketadi bu maxluq? Nimalarcha? Ketdi. Ovoz o'chdi, menimcha ketdi. Voy, koma. Yaxshimi? Maxluq seni ham xonangga kirdimi? Menga kirdi. Senikichi? Sal qoldi bilib qolishiga. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Chiqish yo'q. Orqadan ketib bo'lmaydimi? Yo'q. Voy, bu yerda tugma yo'qmi? Qani qilib? Mana shu yerda bo'lish kerak. Yo'q, ochilmayapti. Sindirib ketdimi u maxluq? Tezroq ketish kerak bu yerda. Ketish kerak. Boshqa xonalarga kirgan bo'lishi mumkin. To'xta. Ketdik. Voy, maxluq dovul ishlayaptimi? Voy, ana maxluq. Chiq. Voy, chiqdimmi? Nima? Tezroq chiqin hozir. Nima? Ishlamayapti. Voy, bu yerda tugma ham yo'q. Ishlamayapti-ku. Nima?
Yaxshi. Tamam. O'sha yerda bo'l, men o'rtadan chiqishga harakat qilaman. Mayli. Voy. Ey, yordam beringlar. Yordam beringlar. Iltimos. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Voy, Yitil, men do'stim u yerda qolib ketdi. Yordam ber. Komami? Ha, koma. Yo'q, men unga yordam bera olmayman. Chunki hamma qo'shtimni, oila chaqamni, hammasini maxluqqa berib yuborgan. Men maxluq haqida bilaman, faqat ayta olmayman. U meni o'ldirishi mumkin. Yordam berasanmi, yo'qmi? Yo'q, ketdim uyimga. Ishing bo'lmasin, bo'pti. Men Tur yo'qol. Yordam bermayman, maxluq yeb qo'ysin. nima Yitil bo'lmay ketgan. Endi nima qilaman men? Endi nima qilaman? Koma do'stim. Do'stlar, komaga yordam berish kerak. Bu videoning keyingi qismida koma qutqaramiz. Hammaga xayr.